Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, qadrli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib ustanovka qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Eniga 320, bo'yiga 380 razmerga o'rnadi bu darvozamiz. Turetisk fasondagi 2 qavatli variantda bo'ldi. 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozamiz materiallari bilan qisqacha tanishtirib o'tsak, stoykalari 10/5 shiviller bo'ldi, ikki yoni tagi shiviller, tepasiga 10/5 profil 1.7 stenada qo'yilgan. Qirg'og'idagi profillari 6/4, 1.5lik, 1.7lik profillardan chiroyli qilib tayyorlandi. Ichidagi listlari 2lik listda bo'ldi, orqa 2 qavatli variantda 2lik listda bo'ldi. Qirg'oqlariga qora nejvenkalardan yopishtirildi. Kraskalari kelsa, kraskalari mokr asfalt rangda bo'ldi. Teo kraska, xudo xohlasa kraskalari ham ancha yil xizmat qilib beradi. Zamoglari mana har doim o'rnatadigan zubur zamogdan. Xudo xohlasa juda chiroyli holatda o'rnadi darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatsak, orqalari ham tekis, mana bitta quloqni bo'lib juda chiroyli holatda o'rnadi darvozamiz. Zatorlar, sentr zator qo'yilgan. Zamoglar ochiladi. Xudo xohlasa juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalar mavjud. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimiz ham xudo xolasa bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, ustanovka qilish jarayonlarini qo'yib boramiz. Xudo xolasa bemalol kuzatib boraverasizlar. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Doim xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.